Assalomu alaykum hammaga yana bir bor azizlar. Bizlarning keyingi manzilimiz To'rtko'l tumani Namuna. Bu yerda O'g'iljon onamizni barcha farzandlari, nevaralari nomidan xursand qilish uchun yetib keldik. Biz bilan bo'ling onajonimiz xursandchiligini birga kuzatamiz. Qani ketdik, marhamat. Betob bo'lsam hech uxlamaydi, Xudodan baxtim so'raydi onam. Jonim tikar otilsa toshlar, uchramasin deb bag'i toshlar, duo qilar ko'zida yoshlar onam. Onajon, siz borsiz men borman, mehringizga zorman.